biz Rossiyani srochni tark etishimiz kerak. Hamma bu videoni ko'rib turgan Rossiyada ishlab yurganlar, hammanglar eshitinglar. Rossiyani biz butunlay tark etishimiz kerak. Ogoh bo'linglar. Bu videoga bittadan like bosinglar. Sababini hozir men sizlarga aytib beraman. Va bu videoni ko'ringlar. Можете прочитать, что у нас в протоколе написано? Да. Что написано? Это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. А, да. И как сдали? Купили? Да. Ko'rdinglar? Deputat Alisher Qodirov mayli millat uchun, millat sha'ni uchun rosa harakat qilyapti. Rasul Qo'shirboyev Rossiyani biz tark etishimiz kerak, biz Germaniyaga ketishimiz kerak, biz Ukrainaga ketishimiz kerak, bir boshqa joyga ketishimiz kerak. Yevropa bizga zo'r pullarni beradi deb juda chiqib olib gapirishyapti mikrofonni olib. Men ularga husumatim yo'q, boshqam yo'q. Rossiyaga kim kelayotgan bo'lsa, unijinni bo'layotgan bo'lsa, men bunaqa hozirgi videoda ko'rganingdagi til bilmagan inson unijinni bo'lib yuribdi. Ey, как тебя зовут? Desa, да, кирпич надо ложить. Да, я буду сейчас ложить, deyapti. Как здраво, ровно, четко ruschada вопрос berganda ответ qilsangiz, hech kim Rossiyada mana vallahi mana men rus millatidanman. Rus sifat deb yozadiganlar hozir. Rus millatidan men hech qanaqa yomonlik ko'rmaganman. Sababi bilan ishi yo'q birov bilan. Birov g'iybat qilmaydi, birovga ko'tinka olamaydi, birovga ziyon yetmaydi. Agar siz ziyon yetkazmasangiz. Men lично o'zimiznikilardan yomonlik ko'rgan bo'lishim mumkin. Fitna, orqangizdan g'iybat qilib, ko'tkovlab, shunaqa qilishi mumkin. Lekin ruslarda unaqa odat yo'q. Da pizdi deydi. Nima hayot kechirasan, qanaqa yashaysan, ularga вообще qiziq emas. Shu o'rinda Rasul Qo'shirboyev, Alisher Qodirovlarga bir tavsiyam. Как O'zbekiston fuqarosi sifatida. Sizlar deb kabinetda o'tirib olib, Rossiyaga umuman bormaslik kerak demasdan, o'sha chegara yo aeroportda turib, qayerga ketyapsan? Ruscha bilasanmi? O'g'lim yo ukam senim deb so'roq qilishingiz kerak. So'rashingiz kerak. Mahalla komitetlar shug'ullanish kerak. Sal ruschani o'rganib, maktablarda biralga ilmni oshirish kerak deb bilaman men. Chiqib kuni kecha amollar urib, okalar Rossiyada iznasilik qilib qo'yapti, neruskiylar boshqa qilyapti. Shuni hisobidan ham reydlar bo'ladi. Biz ham oppoq bir chotki insonlar emasmiz. Kafelarga borib 200 gram aroq ichib olib urushyapti, to'palan qilyapti, pichoq tiqyapti, boshqa qilyapti, bespredel qilyapti, o'g'irlayapti. Mana shuni hisoblarga ham Rossiya deb o'ylayman, shuni reyd tadbirlari bo'lyapti deb o'ylayman. Men chista o'zbekman. Men o'zbek millatini eng yaxshi ko'rgan millatim. Nafaqat o'zbek, Sredney Aziyadagi o'zbek, tojik, qirg'iz hammani yaxshi ko'raman. Bu videoyimdan nima demoqchiman? Biz o'zimiz sal kulturniy, estetika degan narsani o'zimizga ozgina singdirishimiz kerak deb bilaman. Nos chekib deb avtobusda chista o'zini tilida gapirgan. Biz bu yerga keldikmi? Biz tirikchilik qilgani keldik. Mentalitetini qadrlashimiz kerak, birov mentalitetini. O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga bittasi borib turib, "Decho" deb turib aroq ichib, ko'tarib yo bir o'zidan ketsa, biz ham o'zini joyiga tushirib qo'yamiz. Haligi pichoq oldi, o'zingga ur, og'rimasa boshqalarga ur deydi. Meni gapimni kimdir noto'g'ri tushunadi, kimdir to'g'ri tushunadi. Sal ongi bor inson. Haligi O'zbekistonda kerak emas odam, Rossiyada ham kerak emas даже. O'zbekistonda hech kimga foydasi tegmagan yo bir hunari yo'q, bir ilmi yo'q odam O'zbekistonda kerak bo'lmagan, Rossiyaga kelib men o'qidim, menga ish yo'q. O'zbekistonda sen kerak emas bo'lding, Rossiyada ham kerak emassan, sen обратно ket uyingga. Nabrot bo'lishimiz kerak. Biz дружно, мирно yashashimiz kerak deb bilaman men. Meni gapimni qo'llab-quvvatlaganlar bittadan like bosib, kommentariyada обязательно fikringizni yozib qoldiringlar. 15 yashar qizingiz bor, 10 yashar qizingiz bor. Bitta hayvon qizingizga jinsiy aloqa qilishni taklif qilganda, siz nima qilgan bo'lardingiz? Men o'ylayman, chop tashlagan bo'lardingiz. Endi men bu videoni o'zingizlar ko'ringlar. Я Маша, мне 14. А я Даша, подруга. Приятно познакомиться. Как звать? Миша. Миша? Фамилия, имя, отчество полное. Это твое имя. Ko'rdinglar, bitta pedofil qo'lga tushibdi Rossiyada. To'liq videoni xohlovchilar bo'lsa, men bu Telegramdan o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Keleta 10-15 minutlik xohlovchilar обязательно ko'ringlar. Bunaqa ifloslarni, balki mahalla kuyini bo'lishi mumkin. Tanish bilish bo'lishi mumkin. Bunaqa pedofillarni mahalladan haydash kerak. Endi Rossiyada qo'lga tushib 14 yoshli qizga saunaga borib
tasdiq qilishni taklif qilibdi. Xayolingizga keltiryapsizlarmi? Bu hayvonni yer ko'tarib yurganiga hayronman, bularni yer yutish kerak o'zi asli bunaqalarni. Hozir kommentariy yozasizlar. Ha, podstava. Hop, podstava bo'lsa, senlar nimaga yozishasan bunaqa 14-15 yasharlik qiz? Bu jinoyat u. Oy, jinoyat. Bu bilan qamalsang agar daji podstava bo'lmaganda 14 yasharlik qiz kelib sen o'sha ishingni qilganingdan keyin bu jinoyat u. Bu jinoyat mayli qamoqda o'tirarsan, pedaras qilib yuborar qamoqda, boshqa qilar. Ha, lekin Alloh oldida javob berish bor-ku. Bu videoni обязательно o'tib ko'ringlar. Bu turqini butun respublika ko'rsin. Butun dunyo ko'rsin bunaqa pedofillarni. Shtobi ehtiyot bo'linglar bunaqalardan. Men iltimos qilardim sizlardan bittadan like bosib, ko'proq kishiga foydalar chiqsa qilib qo'yishinglar bu videoni. Rossiya kelyapti, ko'pchilik, "Ruslar undoq qilyapti, bundoq qilyapti." Manaqa yoshlarga jinsiy aloqa taklif qilyapti. O'g'il, daji qizlar arda qolsin, yosh yigitlarga, yosh 15-14 yoshli qiz bolalarga ham bu pedofillar ko'payib ketgan. Sizlar tasavvur qila olmaysizlar. Rossiya kelyapti. Balkim bular ham O'zbekistonda ham shunaqa bo'lgandir. Astagfirullah, bularni olib borib kaznit qilish kerak yoki kastrировать qilish kerak. Agar shu meni gapimga qo'shilsanglar, bittadan like bosib, to'liq videoni обязательно o'tib ko'ringlar Telegramdan. Bunaqa ishlarni qilmanglar Rossiyaga kelsanglar. O'zingizlarni farzandlaringni qilinglar agar bu pedofil bo'lsanglar. Qizlaringni olib chiqib iznsiz qilinglar, birov bolasiga tashlamasdan. Bunaqalarni ushlab kastrировать qilish kerak, shuna qonun chiqarish kerak deb o'ylayman men. Agar meni gapimni qo'llab-quvvatlaganlar bo'lsa, bittadan like bosib, bittadan kommentariyada o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. 12-yanvar Saxarova. Soat 2 bo'ldi. 3,5 keldi. Abitdan keyin sal odam oz bo'lsa kerak deb hozir keldim. 9,000. Men spet ko'rsam kerak. Ketaverayin, ha? Men ketaverayin uyga. Betdagilarga Xudoyim sabr bersin. Barakasini bersin. Toshni menga o'chirib kelib aytdi.